Suyaklaringiz mustahkam bo'lishi uchun nimalarni yeyish kerak? Suyaklaringiz mustahkammi? Yoshlikda bu haqida o'ylamaymiz. Yosh o'tgan sayin suyaklarda kalsiy yetishmovchiligi va osteoporoz xavfi oshadi. Sizga suyaklaringizni kuchli va mustahkam saqlash uchun eng foydali oziq-ovqat va vitaminlar haqida gapirib beraman. Suyaklar bizning butun skeletimizni ushlab turadi. Yillar o'tgan sayin minerallar kamayib boradi. Agar to'g'ri ovqatlanmasangiz, suyaklar mo'rtlashib sinishi yoki osteoporoz xavfi oshib boradi. Suyaklaringizni yoshligingizdan mustahkam qilish uchun quyidagilarga amal qiling. Kalsiy suyaklarning asosiy qurilish materiali. Sut, qatiq, tvorog, yashil bargli sabzavotlar kalsiyga juda boy. Har kuni kamida 1000 mg kalsiy iste'mol qilishimiz kerak. D vitamini kalsiyni o'zlashtirishimiz uchun kerak. Vitamin D uchun quyosh nuri, baliq, tuxum sarig'i va qo'ziqorinlar eng yaxshi manba hisoblanadi. Magniy suyaklar elastikligini saqlaydi. K vitamini suyaklar zishligini oshiradi. Ko'katlar K vitaminiga juda boy. Omega 3 yog' kislotalari suyaklarning mustahkamligi uchun muhim. U yallig'lanishdan himoya qiladi. Agar suyaklaringiz mustahkam bo'lishini xohlasangiz, ushbu oziq-ovqat mahsulotlari va vitaminlarni doimo iste'mol qiling. Bu maslahatlar foydali bo'ldimi? O'z fikringizni yozing va do'stlaringiz bilan ulashing.